joriy yilning 2-fevralda hurmatli prezidentimiz rahbarligida o'tkazilgan video selektorda aynan chiqindilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish va hududlardagi ekologik holatni yaxshilash, yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha 2022-yildagi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Prezidentimiz tomonidan berilgan barcha topshiriqlar vazifalarini amalga oshirish yuzasidan tumanimizda shtab tashkil etildi va shtab qoshida 3 ta mutaxassislardan iborat bo'lgan 4 ta mutaxassislar jalb qilingan holatdagi ishchi guruhlar shakllantirildi. Yashil makon umummilliy harakati doirasida So'x tumaniga umumiy reja qilib 165.600 dona mevali va manzarali daraxtlar ekish belgilab berildi. Tumanimizda hozirgi kunda o'zlashtirilmagan yerlarni o'zlashtirish yuzasidan keng hajmdagi ishlar amalga oshirilyapti. Binobarin, So'x tumanining Qayroq massivida prezidentimizning So'x tumani uchun maxsus 4798 sonli qarorlarini ijrosini ta'minlash bo'yicha Qayroq suv nasos stansiyasi barpo etilyapti. Mana 2022-yilning aprel oyi boshlanishiga suv chiqishi nazarda tutilgan va buni natijasida Qayroq massividagi 1448 gektar yerga suv bilan ta'minlanadi. Hozirgi kunda Qayroq massivini fuqarolarimizga 40-50 sotixdan bo'lib berish, ularni bandligini ta'minlash yuzasidan loyihalar shakllantirildi. Agar biz Qayroq massivi yer hududlarini suv bilan ta'minlangandan keyin o'zlashtirsak, jami 1448 gektar joyda 3000 ta oilamizni bandligi ta'minlanadi va kooperatsiya usulida bu hududlarda mevali daraxtlar, jumladan yong'oq, pista, olma ko'chatlarini ekish, shuningdek malina zorlarini, malina plantatsiyalarini shakllantirish, pista ko'chatlarini ekishni biz rejalashtirganmiz. Shuningdek, hozirgi kunda tumanimizning Jarpaya massivida o'zlashtirmagan yerlarni o'zlashtirish yuzasidan keng hajmli ishlar amalga oshirilyapti. Hozir bizning hisob-kitobimiz bo'yicha Jarpaya massividagi 1000 gektar joyda teplitsalarni 10 sotixdan teplitsalarni tashkil etish va u joylarda kavrak o'simliklarini va dorivor o'simliklarni ekish rejalashtirganmiz. Hozirgi kunda 1000 gektar hisobidan 1 gektardan bo'lib berish oqibatida 1000 ta xonadonni, 1000 ta oilani biz bandligini ta'minlaymiz. Shu bilan birga yashil makon umummilliy loyihasi doirasida bu joyda juda katta hajmli ishlar amalga oshiriladi. Albatta, hammamiz bir yoqadan chiqarib xonadonbay, ko'chabay, mahallabay ishlarni tizimli amalga oshirsak, yurtboshimiz tomonidan oldimizga qo'yilgan vazifalarni so'zsiz ijrosini ta'minlaymiz. Mazkur video selektor yig'ilishida prezidentimiz tomonidan 2022-yil 1-martdan boshlab yashil yillik umummilliy tadbirlari boshlanadi. Ushbu tadbirlarda butun respublikamizning barcha korxona tashkilotlari albatta o'zlarining ixtiyori bilan, tashabbuslar bilan qatnashishadi. Albatta so'xliklar ham ushbu yashil yillikda men o'ylaymanki faol qatnashamiz. Birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib barcha tadbirlarni albatta maslahatlashib, mutaxassislarni jalb qilib ekilgan manzarali, mevali ko'chatlarni kelgusida qanday agrotexnik tadbirlarni olib borishni ham albatta rejalarda ko'zda tutganmiz. Har bitta ekilgan maskanlar tegishli tashkilotlar biriktiriladi va uni kelgusi parvarishga ham bular nazorat qiladi.